Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan O'zbekistonda va dunyoda bo'layotgan so'nggi xabarlar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachalarini bosib qo'ying. Endi ilk bor huquqbuzarlik qilgan tadbirkor javobgarlikka tortilmaydi. Bundan buyon tadbirkorlikka endi qadam qo'yganlar uchun birinchi imkoniyat tamoyili joriy etiladi. Ya'ni ilk bor ma'muriy huquqbuzarlik qilgan tadbirkor javobgarlikdan ozod qilinib, kamchilikni bartaraf etish uchun imkoniyat beriladi. Bu haqida 19-mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning kichik va o'rta biznes vakillari bilan sohaning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish va rivojlanishni yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan uchrashuvda ma'lum qilindi. Uchrashuvda yangi tadbirkorlar oyoqqa turib olishi uchun, ayniqsa ular faoliyat boshlagan birinchi yilda qo'llab-quvvatlash juda muhimligi ta'kidlandi. Masalan, oxirgi 3 yilda 17,5 ming korxona tashkil etilganiga 1 yil to'lmasdan tugatilgan. Ayniqsa Samarqand, Qashqadaryo, Xorazm, Jizzax viloyatlari mas'ullari yangi korxona bilan ishlashda eng orqada ekani ko'rsatib o'tildi. Bundan buyon tadbirkorlikka endi qadam qo'yganlar uchun birinchi imkoniyat tamoyili joriy etiladi. Ya'ni ilk bor ma'muriy huquqbuzarlik qilgan tadbirkor javobgarlikdan ozod qilinib, kamchilikni bartaraf etish uchun imkoniyat beriladi. Bir so'z bilan aytganda, yangi ish boshlagan tadbirkorlar birinchi xato uchun javobgarlikdan sug'urtalangan bo'ladi, dedi Prezident. Eslatib o'tamiz, mazkur uchrashuvda O'zbekistonning 15 ta tuman va shahrida barcha davlat idoralari tumanlar markazidagi bitta ko'p qavatli binoga ko'chirilishi, ushbu tumanlarda davlat idoralaridan boshlaydigan 150 ta bino auksionda tadbirkorlarga taklif qilinishi belgilangan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.